Firdavs xavotirlandi. Unda kimsan? Hayo asabiy holda dovdiradi. Men. Ha, sen kimsan? Hayo qo'lini boshiga qo'yib peshonasidan nom-matoni oldi. Eslolmayman. Firdavs tabassum qilib Hayoning peshonasidan o'pdi. Sen bizga doim yangi muammolar tug'diradigan singlim Amal bo'lasan. Hayo xavotir bilan. Yo'q, ishonchim komil. Men sen aytayotgan odam emasman. Men boshqa odamman. Firdavs yonog'ini kaftiga qo'yib, Hayoga diqqat bilan razm solgancha kinoyali ohangda so'radi. Qani menga aytchi, unda kimsan? Hayo kaftlari bilan yuzini berkitgancha yig'lab yubordi. Bilmayman, lekin bu mening hayotim emasligiga aminman. Firdavs tabassum bilan kinoyali ohangda so'radi. Arandasga nikohlanishdan qochib shunaqangi hiyla qilyapsanmi deyman-a? Hayo yuzidan kaftini olib, hayrat ichra baland ovozda baqirdi. Nikoh? Qanaqa nikoh? Men hali kichkinaman-ku. Firdavs kuldi. Kichkinasan? 1 oy oldin 17 yoshga to'lding. Hayo ajablangancha qat'iyat bilan dedi. Men 12 yoshdaman. Bu gapini eshitgan Firdavs sharaqlab kuldi va Hayoning oldidan turdi. O'zingga kelib avvalgi hazilkashligingga qaytgan ko'rinasan. Hayo asabiylashib qo'rquv aralash dedi. Yo'q, rostdan aytyapman. Firdavs kulgancha eshikni ochib tashqariga chiqish asnosida. Bugun daladagi ishdan dam olding, lekin ertaga ishga qaytib, bizga yordam berishing kerak. Chunki hozir hosil yig'ish mavsumi. Otamga yordam berishimiz kerak. Hayo Firdavsning ortidan yopilayotgan eshikka tikilib, o'ziga o'zi gapirdi. Qanaqa dala? Menga nima bo'lyapti o'zi? Hayo xotirasini qaytarishga rosa harakat qilsa ham, bu joy haqida hech narsa bilmasligini, boshqa hayotda, boshqa makonda yashashini va yoshi ham, jismi ham hozirgidek bo'lmaganini eslay oldi xolos. Ko'p o'ylayvergandan biroz yuragi siqilib, nafasi ichiga qaytganini his qildi va o'rnidan turib, kulbadan tashqariga chiqishga qaror qildi. Hayo eshikni ochganida qarshisida juda go'zal manzaraga guvoh bo'ldi. Tikka ko'tarilgan quyoshning iliq nurlari Hayoning yonoqlarini paypaslar, ko'z yetadigan joyga qadar turli gulzorlar, oltin tusdagi bug'doy dalalari bilan qoplangan yam-yashil yaylovlar, ufqqa bo'y cho'zgan qorli yuksak tog'lar ko'rinib turardi. Hayo o'zi tarafga esgan yoqimli nasimdan chuqur nafas olib, cheksiz go'zallikni to'laligicha his qilish uchun ko'zlarini yumdi. Hatto ko'zlarini yumishi ham quyoshning zarrin nurlari va o't-o'lanlarning muattar islari qorishgan muzdek shabada og'ushidagi Hayoga bunday jannatni his qilishga to'sqinlik qilmadi. Dilrabo tabiat bilan uyg'unlikni itning vovullashi va qo'ng'iroqlarning jaranglagan tovushi buzdi. Hayo ko'zlarini ochganida o'zi tomon yaqinlashib kelayotgan chorva hayvonlari podasini ko'rdi. Oldinda kelayotgan oq kuchukcha Hayoning yoniga yugurib kelib vovullagancha atrofida aylana boshladi. Poda ortidan esa kechagi yigit qo'lda uzun tayoq bilan xijolat tortgancha yurib kelardi. Bu safar Hayo undan xavfsiramadi, chunki uni qamrab turgan go'zallik Hayoning vujudiga xotirjamlik bag'ishlagan edi. Hayo yigitga nim tabassum qilib, nozik harakatlar bilan unga qo'l silkitdi. Buni ko'rgan yigit xursand bo'lib ketdi. Men bilan bormaysanmi? Hayo past ovozda javob qaytardi. Qayerga? Arandas baqirdi. Nima deding? Hayo ovozini balandroq ko'tardi. Qayerga boramiz? Arandas tabassum bilan hayqirdi. Har kuni boradigan joyimizga, daryo bo'yiga, qo'y-qo'zilarni sug'orishga. Hayo poda tomon tez yurib bordi va qo'li bilan qo'ylarning mayin mo'ynasini silagan holda keta boshladi. Haligi kuchukcha esa Hayoning atrofida go'yo undan nimadir istayotgandek aylanib sakrardi. Poda ortida ketayotgan Arandas tabassum qilib dedi. U har kungi quchoqlashingni xohlayapti. U bunga odatlanib qolgan axir. Hayo tabassum bilan ortiga, Arandas tarafga o'girildi. Lekin men uni oldin ko'rmaganman. Arandas kuldi. Hali ham sizlarni tanimayman deb oyoq tirab turibsanmi? Hayoning ko'zidan durdek yosh chiqib, yonog'iga to'kildi. So'ngra kuchukchaga qaragancha, ikki qo'lini keng ochib o'ziga o'zi. Men hatto o'zimni ham tanimayapman dedi. Kuchukcha Hayoning bag'riga otilib, yuzini yalay boshladi. Hayo esa rosa kulardi. 1 soatga yaqin vaqt ichida turli o'simliklar va sermeva olma daraxtlari bilan o'ralgan go'zal bir daryoga yetib kelishdi.
Poda daryo qirg'og'iga yaqinlashib, uning chuchuk suvidan icha boshladi. Hayo maftunkor manzaraga mahliyo bo'lib, uning go'zalligidan bahra olardi. Arandas hayoga yaqinlashib, manzarani u bilan birgalikda biroz tomosha qilib turdi. So'ngra tabassum qilib gap boshladi. Kun kelib bu joyga farzandlarimiz bilan kelamiz. Hayoning yuz ifodasi o'zgardi. Farzandlarimiz? Arandas manzarani kuzatishda davom etgan ko'yi dedi. Ha, farzandlarimiz. Hayoning biroz jahli chiqdi. Men senga tegmayman. Arandas unga hayrat ila boqdi. Nima? Sanoqli kunlardan keyin to'yimiz bo'ladi-ku. Men sen bilan o'zi yaqindagina tanishdim-ku. Qanday qilib tegadi deb o'ylayapsan? Axir seni yaxshi tanimayman-ku. Arandas rosa taajjublandi. Men endigina uchrading? Aqldan ozdingmi, Amol? Hayo yigitga baqirdi. Men Amol emasman. Arandas uning qo'lidan qattiq ushlab tortdi. Senga nima bo'ldi? Fikringni o'zgartirgan bo'lsang, bunaqangi ahmoqona tomosha ko'rsatishga hojat yo'q. Hayo qo'lni Arandasning kaftidan tortib, daryo tomonga yurdi. So'ngra daryo qirg'og'iga tiz cho'kib o'tirdi-da, yig'lay boshladi. Yigit hayrat bilan orqasidan kuzatib turdi. So'ngra ortga qaytish uchun podani harakatga keltirdi. Keltir degandek, qo'ldagi tayoq bilan itga ishora qildi. Bu asnoda Hayoga "Qani ketdik" deb aytdi. Hayo unga javob qaytarmasdan daryo bo'yida xo'rsingancha yig'lab o'tiraverdi. Arandas uni o'zi bilan qaytishga majburlamadi va podasi bilan kelgan joyiga ravona bo'ldi. Havo nasimlarida o'ynoqlayotgan daryo bo'yidagi binafsha guli yig'lab o'tirgan Hayoning diqqatini tortdi. Hayo unga yaqinlashib diqqat bilan nazar solganida vujudida qandaydir o'zgacha tuyg'ularni his qildi. Hayo bu gulni oldin ko'rgandek his qilardi. Mana shu his Hayoni egilib, uning muattar izini hidlashga undadi. Hayo binafshaning xushbo'y iforini hidlaganida suvda o'zining aksini ko'rdi. Hayo qarshisida rangi qor kabi oppoq, sochlari quyoshdek sap-sariq, ko'zlari samo yanglig' ko'm-ko'k bir hurliqo qiz turardi. Hayo o'zini taniy olmasdan g'amgin holda "Sen kimsan? Men kimman?" dedi. Hayo mahzun holda o'z holati haqida tafakkurga cho'mib, kulbaga qaytmasdan daryo bo'yida bir necha soat qolib ketdi. Quyosh botishga yaqinlashib, ufqdan qizil garchishi g'oyib bo'lishni boshlaganda, ortidan kimningdir chaqirayotganini eshitdi. Hayo o'girilib qaraganda, mo'ylovli, uzun soqoli bor erkakning o'zi tomonga yaqinlashib kelayotganini ko'rdi. Hayo xavotir bilan o'rnidan turib, o'zi tomon tez-tez yurib kelayotgan odamga qarab turdi. U Hayoning yoniga yetib kelganida, "Nima bo'ldi, Amol? Nega bu yerda yolg'iz o'tiribsan?" deb so'radi. Hayo xavfsiragancha uning savoliga savol bilan javob berdi. "Siz kimsiz?" Erkak Hayoning savolini eshitib hayron bo'ldi. "Men kimman? Ha, siz kimsiz? Ahvoling o'ylaganimizdan ko'ra yomonroqqa o'xshaydi. Nima demoqchisiz? Amal, men sening otangman. Meni eslolmayapsanmi?" Hayo asabiylashib ketdi. "Yo'q, sizni eslolmayapman. Bu joyga ham, bu hayotga ham tegishli hech narsani eslay olmayapman." Erkak Hayoni bag'riga bosmoqchi bo'lib oldiga yaqinlashdi va qo'llarini u tomon cho'zdi. "Hech qisi yo'q. Qani uyga ketdik." Hayo bir necha qadam ortga chekindi. "Mendan nari turing." Erkak Hayoning harakatlaridan dong qotgan holda joyida turib qoldi. Uzoq davom etmagan sukut va sinchkov qarashlardan keyin erkak gap boshladi. "Nima qilishni istaysan? Nima qilsam ko'nglingni topaman?" Hayo yig'lab, "Bilmayman" deb qattiq baqirdi. Erkak sokinlik bilan, "Hech bo'lmaganda suhbatlashsak bo'ladimi?" Hayo tez-tez nafas olib, kafti bilan ko'z yoshlarini artdi. "Nima haqida suhbatlashamiz?" Erkak ehtiyotkorlik bilan Hayoga yaqinlashdi. "Nima haqidaligi muhim emas, gaplashsak bo'ldi." Hayo yerga mahzun qarab g'amgin ovozda dedi. "Siz hozir nimalarni his qilayotganimni bilmaysiz." Erkak Hayoni bag'riga bosib, boshini ko'ksiga qo'ydi. "Men bilmay kim bilsin?" Hayo erkakning bag'rida xuddi yosh bolalardek yig'lay boshladi. Bir necha daqiqalik to'xtovsiz yig'idan keyin erkak Hayoni yerga o'tqazib, o'zi ham yoniga cho'kdi. "Agar Arandasga turmushga chiqishni istamayotgan bo'lsang, to'g'risini aytaver. Buning aslo yomon tarafi yo'q. Sen bunga majbur emassan, qizim." Hayo tabassum bilan qarshisidagi ko'm-ko'k daryoga termilib, "Hislarimni tushuntirishga urinishdan charchadim. Men jim o'tiraman. Dilingdagilarni bemalol aytishing mumkin. Baribir meni tushunmaysiz. Hech qisi yo'q. Gapiraver, Amal." Hayo hasrat bilan tabassum qilib, hech narsa demadi.
Erkak xavotirlanib so'radi: "Senga nima bo'ldi?" Hayo tabassum yugurgan yuzini xavotirlanayotgan erkakka qaratib, yosh to'la qizargan ko'zlarini mo'ltiratib: "Hech narsa, ota, hech narsa", dedi. Erkakning yuzi yorishib, Hayoni qattiq bag'riga bosdi. So'ngra xursand bo'lib dedi: "Seni salomat qilgan Allohga hamd bo'lsin. Shukr, xotirang qaytibdi." Hayo ham uni bag'riga bosdi. Hech narsani eslay olmayotgan bo'lsa ham, yangi hayotini, rostdan ham xotirasini yo'qotganini qabul qilishga qaror qildi. Shuningdek, o'zini boshqa insondek his qilayotganini alahsirash deb hisobladi. Bir hafta o'tmasdan Hayo Arandasga turmushga chiqdi. U nikohdan oldin Arandasga nisbatan hech qanday tuyg'uni his qilmagan bo'lsa ham, vaqt o'tishi bilan uni yaxshi ko'rib qoldi. Xususan, birinchi farzandini dunyoga keltirganidan keyin sevgisi yanada kuchaydi, chunki u homiladorlik paytida Arandasning cheksiz mehriga, sevgi bilan to'lib toshgan dil izhorlariga guvoh bo'ldi. Hayot turmush o'rtog'i hamda 3 o'g'li 4 qizi bilan uzoq yillar go'zal hayot kechirdi. Farzandlarini opasi Firdavsning farzandlari bilan nikohladi. Hayo bu yillar davomida otasidan meros qilib olgan yer maydonida eri bilan chorvachilik qilib, dehqonchilik bilan shug'ullandi. Hayo uzoq yillar davomida tinmay mehnat qildi. U shirin hayoti mobaynida o'z oila a'zolaridan tashqari odamlar bilan hayolni band qilmadi. Barchalari hayotlaridan rozi holda topganiga qanoat qilib baxtli hayot kechirishdi. Hayo 80 yoshga yetgunicha ko'plab nevaralar ko'rdi. Hatto ba'zilarini uylantirib, ayrimlarini erga berdi. Hayo 90 yoshga yaqinlashganda eri tuzalmas kasalga chalindi. Arandazning sog'ligi borgan sari yomonlashib bordi. Erining ajali yaqinlashganini sezgan Hayo farzand va nabiralardan tashqariga chiqishlarini, oxirgi lahzalarda uni eri bilan yolg'iz qoldirishlarini iltimos qildi. Hayo erining yotog'i yoniga o'tirib, tabassum bilan so'radi: "Arandas, meni tashlab qayerga ketmoqchisiz?" To'shakda madorsiz cho'zilib yotgan Arandas javob qaytardi: "Barchamiz borishimiz kerak bo'lgan joyga." Hayo Arandasning qo'lini mahkam ushladi: "Meni ham o'zingiz bilan olib keting." Arandas jilmaygancha bujmayib ketgan kaftini rafiqasining qo'liga qo'ydi. "Bolalarimizni tashlab ketasanmi?" Hayo yig'lab yubordi. Sizsiz ular menga ta'tirmidi?" Arandas yo'talgan holda kulib so'radi: "Xotirangni yo'qotganingni aytib, sizga tegmayman deb oyoq tirab olganing esingdami?" Hayo eriga qo'shilib kuldi-yu, lekin ko'zlaridan duv-duv yosh to'kilishdan to'xtamadi. "Ahmoq bo'lgan ekanman. O'shanda siz hayotimda eng qadrli insonim bo'lishingizni bilmaganman-da." Arandas rafiqasining boshini siladi. "Sen umrimga nur bag'ishlagan, uni quvonchga to'ldirgan, biror kun ham botmagan hayotim quyoshisan." Erining qo'lidan mahkam tutgan Hayoning ko'z yoshlari toshgancha toshdi. "Unday bo'lsa meni tashlab ketmang." Arandas ko'zlarini yumishdan oldin dedi: "Kech qolmagin." Arandas jimgina yig'layotgan rafiqasining yuziga tikilgan holda so'nggi nafasini chiqardi. Arandas vafot etgach, hovliga Firdavs va qaynotasining qabri yoniga dafn qilindi. Hayo farzandlaridan o'zi uchun 4-chi qabrni kovlashlarini so'radi. Farzandlar onalarining talabidan hayron bo'lib, unga uzoq umr tilab duo qila boshladi. Hayo ularga: "Ketishga talpinayotgan ruhimga jismim to'sqinlik qila oladi deb o'ylaysizlarmi?" dedi. Hayoning oldiga qizlardan biri qo'lda emizikli bolasini ko'targan holda yaqinlashdi. "Nima demoqchisiz, onajon?" Hayo keng quloch ochib erining qabrini quchoqlagancha qabr atrofidan o'sib chiqqan binafsha gullariga diqqat bilan razm soldi. Ruhlar bir-biriga talpinganda tanalar to'sqinlik qila olmaydi. Hayo bu so'zlarni aytarkan boshini quyi solib, ko'zlarini yumdi. Lekin u zulmatni emas, yorqin nurni ko'rdi. Nur so'nishi bilan Hayo o'zini katta kutubxonada, qo'lida kitob tutgan holda ko'rdi. Qarshisida esa oqsoqolli bir mo'ysafid charm kursi ustida o'tirardi. Uning ortida katta soat bo'lib, 9dan 5 daqiqa o'tganini ko'rsatayotgandi. Mo'ysafid tabassum bilan Hayodan so'radi: "Kitob yoqdimi, Hayo?" Hayo qo'lidagi kitobni uloqtirib, bor kuchi bilan qichqirdi. So'ngra qo'lni boshiga qo'ydi-da, tazalab o'tirgancha to hushidan ketgunga qadar qichqirishda davom etdi.